Isitmasi tushdi. O'g'lim. Karl. Safiya. Ahvoli yaxshimi? Yaxshi. Hammasi yaxshi. Dam olaver. Biz yoningda bo'lamiz. Yaxshi. Ular kelishdi. Ahvoli qalay? Ancha yaxshi. Hershel va shu odamlarga rahmat. Senga ham. Karlni yo'qotib qo'yay dedik. Xudoga shukr. Juda xavotir oldik. Nima bo'ldi? Tasodif. Shunchaki ahmoqona, baxtsiz hodisa. Tangrim va Iso Masih xaloskor nomi bilan birodarimiz Otis uchun, biz bilan birga o'tgan yillari uchun, uning irodasi uchun minnatdormiz. Bola uchun jonini bergan Otis, biz uchun seni ulkan marhamating bo'ldi. U erishgan xotirjamlik uchun Tangrimizdan minnatdormiz. U qanday yashasa, shunday vafot etdi, sharaf bilan. Shen, ular nima deysanmi? Qo'limdan kelmaydi. Kechiring. Uni oxirgi bo'lib sen ko'rgansan. O'sha damda yonida bo'lgansan. O'tinaman. Men uchun iltimos, u bekorga halok bo'lmaganini bilishim kerak. Xo'p, mayli, taslim bo'lay degandik. O'qlarimiz ham deyarli qolmagan edi. Men esa oqsoqlanardim. Juda ham. To'pig'im shishib ketgandi. Bolani qutqarishimiz kerak. U shunday dedi. Keyin ularga o'q uzib qoch dedi. U ketaver. Seni to'sib turaman dedi menga. Keyin men qaytdim. Agar Otis bo'lmaganida omon qaytmasdim. Karl ham sog' qolmasdi. Bu Otis. U bizni qutqardi. Shuning uchun ham u behudaga halok bo'lmadi. AMC namoyish etadi.
Andrew Lincoln, John Barenthal, Sarah Wayne Kellis, Laura Holland, Jeffrey Damon, Steven Yeun, Chandler Riggs. G'oya muallifi Frank Darabont, Robert Kirkman, Tony Moore va Charlie Adlard komikslari asosida suratga olingan. Manqurtlar olami. Qizcha yo'qolganiga ko'p bo'ldimi? 3 kun. Mana xarita. Balandliklar aniq ko'rsatilgan. Juda soz. Qidiruv ishlarini boshlasak ham bo'ladi. Bo'linib, guruh bo'lib izlaymiz. Sen emas va bugun hammasi 3 marta qon berding. Bu jaziramada 5 daqiqaga ham bormaysan. Seni to'pig'ingchi oylab yotib qolishing mumkin. Bu kimga kerak axir, ha? Faqat men qoldim. Anhorga boraman. O'sha yerdan izlashni boshlayman. Meni ham foydam tegishi mumkin. Shassega boraman, o'sha yerni tekshiraman. Mayli. Ertaga hammasini boshlaymiz. Birgina pichoq bilan yura olmaysiz. Otishni o'rganish kerak. Meni yerlarimda otishlarni istamayman. Hozircha fermani harbiy lagerga aylantirishga hojat yo'q. Sizni tushunyapman, ammo bu yerga gala kirib kelsa, hammamiz Biz mehmonmiz. Bu sizni fermangiz. Qonunlaringizni hurmat qilamiz. Demak, lager qurib, Safiyani izlashni boshlaymiz. so'rashni istamagandim-u, biroq ilojim yo'q. Uni tishlab olishgan bo'lsa-chi? Nima qilishni kelishib olish kerak nazarimda. Kerak bo'lgan ishni qilasan. Onasiga nima deymiz? Haqiqatni. Men qurollarni yashiraman. Keyin bir yerda uchrashib, otishmani boshlaymiz. Ammo qo'riqlash uchun bir odam kerak. Daryl mos keladi. Shunisi tinchroq bo'ladi. Qurollarni yashirishmaydi. Rahmat. Olib kelganlaringiz ichida antibiotik, bint va boshqa narsalar ham bormi? O'zingiz ko'rdingiz. Unda shaharga borishimga to'g'ri keladi. Sheyn borgan joygami? Yo'q, bir chaqirim narida dorixona bor. U yerga borganman. Bosh kiyimdagi yigitni ko'ryapsizmi? U Glenn. Shaharlik mutaxassisimiz. Uni tavsiya qilaman. Karl o'ziga keldi deyishdi. Ha, o'ziga kelyapti. Ancha yaxshi. Tuzuk. Yaxshi. Juda yaxshi. Hazillashdingmi? Nima? Qolgin deb hazillashdingmi? Bunday bo'lsa ayt. Buni hoziroq ayt. Buni bilishim kerak. Lori. Hazil emas. Yaxshi. Oson ko'tarilib tez yurarkansan. Dorixonaga borib kelamizmi? Men Xonim, suvingiz bormi? 5 to'qtoq bor. Uyga birinchisidan suv o'tgan. Ikkinchisi ana u yerda. U mollar uchun, lekin toza. Olavering. Omborxona ortida arava bor. Otni egarlashga ketdim. ot? Qurolni topshiraylikmi? Eshitding-ku, mehmonmiz. Sen topshirasanmi? Mendan so'rashmadi. Sen esa topshiraver. Balki sen berarsan, men esa yo'q. Uni qismga bo'lish, tozalashni bilasam? Qani bo'l?
Ha, shunday, o'tir. O'qni ol. Hoy. Tekshir. Tort. Yaxshi. Dastagini bos. Endi esa yech. Qoyil. Hammasi tushunarlimi? Daryl. Bir o'zing borasanmi? Shunisi yaxshi. Kechga yaqin qaytaman. Hay. Baza bor. Yaxshilab tayyorlanib olish mumkin. Biror nima demoqchimisan, ha? Demoqchiman. Sen o'z holingchasan. Hech nimaga majbur emassan. Juda yaxshi. Biz nariroq borishimiz mumkin. Ana bu og'ilxonaga. Yo'q, menimcha uyga yaqinroq bo'lganingiz yaxshi. Buni aytish oson emas, Rik. Biz begonalarni uncha xushlamaymiz. Shuning uchun uzoq qolishni mo'ljallamang. Qiz topilib, bolakay oyoqqa turgach, ketasizlar degan umiddaman. Oldindan kelishib olaylik. Xo'pmi? Rahmat. Salom fermer qizi. Salom, mana ro'yxat. Va yana bir narsani alohida yozganman. Shaxsan men uchun. Faqat bu haqda hech kimga aytma, xo'pmi? Albatta. Rahmat. Bu nima? Bu sir bo'lib qolsin. Hayya, to'g'ri. Qayerdan topishimni bilishim kerak edi. Ayollar gigiyenasi bo'limidan. Bo'ldi, tushundim. Lapashang yoki qo'rqoq emasman. Kim unday deyapti? Shassayda aytgan gapim. To'g'risi, nega unday deganimni bilmayman. Men unday emasman. Iloji bo'lsa, o'sha gapimni hech kimga aytmay qo'ya qol. Nimani? Kun bo'yi indamading? Umuman qizchani topish imkonimiz bormikin, a? Bundan biror ish chiqadi deb o'ylamayman. Ha, men ham. Nima qilish kerak bo'lsa qilaveraman. O'rmonni tintib chiqaman, suv tashiyman. Hamma qo'lidan kelganini qilish kerak-ku. To'g'rimi? Gapim to'g'rimi? Ishingni qildi, aslo nolima. Men doimo Bu suvni ichmagan ma'qul. G'avvos borga o'xshaydi. anchadan beri shu yerdami? Oy qulog'i o'sib bo'pti. Suvni nima qilayotganini Xudo biladi. Uni chiqarish kerak. Osongina. Peshonasiga bir uramiz va tamom. Arqon bormi? Shoshmang yigitlar. Yo'q. Nima uchun? Yaxshi fikr. Ahmoqona fikr. Agar uni suvda o'ldirsak, suvni zaharlaymiz. To'g'ri aytyapti. Bu xavfli. Tiriklayin chiqaramizmi? Deyarli. Qanday qilib? Qolib ketgan yo'lingiz mana bu esa irmoq. Mening fermam mana bu yerda. Ana bu yerga borishingiz kerak. Janubi sharqqa.
U yerni umuman ko'rmadik. Agar u o'sha yerga ketgan bo'lsa, demak, boshqa yerlardan izlabmiz. Rik, uni qo'yatir. Beri kel. Chiroyli-a. O'ylab olish uchun biroz tin olaylik. Nimani? Hayolga kelganini. Men Tangrimni o'ylayman. Hayolga hech nima kelmadim. Oxirgi marta Xudodan yordam so'raganimda Karl jarohatlandi. Xudoga boshqa murojaat qilmayapman. U haqida o'ylamayapman. Lori aytib berganida yaralanganing koma haqida, ammo oyoqqa turib ketibsan. Bu Tangrining inoyati emasmi? O'shandami? Unday deb o'ylamayman. Yo'qmi? Lekin xotining bilan o'g'lingni topding. Uni jarohatlashsa ham tirik qoldi. Xo'sh, bu nima degani? Tangrimning hazili g'alati ekan. Xaylinmayapti. Qadoqdagi go'sht uni yeyishga urinishayotganda baqirmaydi, tipirchilamaydi-da. Ha, bejiz manqurtlar javonimizni kavlashmaydi. Tirik xo'rak kerak. Turmaging menga yoqdi. Boshing chiroyli ekan. Xavotirlanma yigitcha, eson-omon tortib olamiz. Kelishdikmi? Tirikligimcha. Bu ham juda muhim. Ehtiyot bo'ling. Albatta. Odamlar aqldan ozibsiz. Quduqni tozalab beramiz. Menga qarab tur. Yaxshimisan? Ha, hammasi joyda. Xuddi ertakdagidek. Biroz pastroqqa. Yana. Yana. Tort uni. Ey xudoyim. Voy, jin ursin. Yo'q. Ushla. Tortib olinglar meni. Chiqarib olinglar. Ey xudoyim. Chiqarib olinglar. Tortinglar. Chiqarib olinglar meni. Tortinglar. Yo'q. Tortib olinglar meni. Tortib olsangiz-chi. Bo'la qolinglar yigitlar, torting. Tezroq. Torting. Bo'la qol. Ishlang. Torting yigitlar. Ha, Hamma birga. Torting. ha. Bo'la qoling. Torting. Ey xudo. Torting, Yo'q. tortamiz. Yo'q. Ey xudo. Ey xudo. Tortib olinglar. Tortib olinglar. Bo'la qoling. Tezroq. Bo'la qoling. Imillamasizchi. Mana shunday. Tezroq. Tezroq. Torting. Torting. Qani, hamma birgalikda. Glen. Tezroq torting. Birga harakat qiling. Ey xudo. Ey xudo. Tortib olinglar. Tezroq. Ey xudo. Dahshat. Ey xudo. Ahvoling qalay? Hoy. Boshidan boshlaymiz. Faqat mensiz. Ushlang.
Safiya! Safiya! Qani, yana tortamiz. Qani, bor kuch bilan. Birgalikda. Yaxshi. Qani torting yigitlar. Mana shunday. Ehtiyot bo'lib, yana ozroq bo'la qoling. Oz qoldi. Yaxshi. Ilinib qoldi. Ey, ilinib qoldi deyapman. Ana shunday. Bu nimasi? Oppo! Bo'la qoling. Yana biroz. Yana tortsangiz-chi? Torting yigitlar. Bo'la qoling. Xudoni tambalab tashlash kerak. Ha, shunday qilgan ma'qul. Uni nima qilamiz? Otib tashlagan yaxshiroq edi. To'g'rimi? Ertaga yana kelamiz. Bilasanmi, doim imkoniyat bo'ladi. Kerak emas. Buni eshitishni istamayman, Andreya. Duolarning ham keragi yo'q. Kim biladi, Carol? Panjara bo'ylab nishonlarni osishimiz mumkin. O'q ana u tepalikka ketadi. Yaxshi fikr. Rahmat. Xo'sh, qachon qurol berishadi? Shoshilmaganing ma'qul. Agar sezgan bo'lsang, unchalik ham sabrli emasman. Yo'q. O'zingni otib qo'yishingdan qo'rqmayman. Lekin Dale bundan juda qo'rqadi menimcha. Ha, buni sezdim. Umuman olganda, meni deportab ketay dedi. Ta'onaman. Menga qara. Qurolga qiziqishing ko'rinib turibdi. U senga zarar qilmasdi. Biroq bir nimani bilib qo'yishing kerak. Qulog'im senda. Nishonlarga otish oson, ular qimirlamaydi. Ammo seni o'ldirmoqchi bo'lgan dushman esa umuman boshqa narsa. Bunday vaziyatlarda hammasi sekinlashadi deyshadi. Hamma narsa sekinlashadi. Yo'q, unday emas, aksincha hammasi tezlashadi. Adrenalin. Bunga yo'l qo'ysang sog' qolmaysan. Sezgilaringni ishga solishing kerak. Hal qilishing lozim va kimdir o'lishi kerak. Buni esa sen hal qilganing ma'qul. Qanday qilib hal qilaman? O'chirasan. O'chirishing kerak. Qo'rquvni o'chirasan. G'azabni, rahmni, hammasini. Umuman o'ylamaysan. Harakat qilasan. Chunki hammaning umidi sendan. Sheriging, do'sting. Odamning jonini olish oson emas, u qanchalik arzimas bo'lsa ham. Lekin shunday bo'lgach, buni unutishing kerak. Men buni uddalay olmayapman shekilli. Uddalaysan.
Ha, umid qilaman. Yaxshi joy ekan-a? Bo'ladi. Bilasanmi? Odatda hammasini o'zim bajaraman. Solo. Tushunyapsanmi? Shunaqaman. Yolg'izman. Ahvoling qalay? Yaxshiman. Xudo oldida yuz ifodangni ko'rdim. O'ldirishayotganini yaqindan hech ko'rmaganmisan? Sen uchun bu shok bo'ldi-yo. Sayohatimiz davomida bunaqalarni ko'pini ko'rdik. Bunga ko'nikib ham qoldik. Oh. Ha, shunaqa shekilli. Antibiotiklar qolganmikan qarab ko'raman. Ro'yxatda yana nima bor? Balki o'zing ko'rarsan. Senchi? Yana nimani olish mumkinligini ko'rmoqchiman. Oddiylashishlar. Nima olyapsan? Hech nima. Lashlushlar dedim-ku. Kontratseptiv? Men bilmaydigan dugonang bormi? Mendami? Yo'q. Yo'q. Ha, o'ziga ishongan yigitsana. Yo'q. Yo'q, men umuman men haligi Bir gap bo'ldimi deymi? Yo'q. Yo'q dedim-ku, men bu xayolimga umuman kelmagandi. Haligi miyam chalkashib ketdi. Men esa qarshi emasman. Rostdanmi? Nega? Mendan so'rayapsanmi? Shunchaki tushunmayapman-da. Tanlash imkonimiz yo'q. Fikringizdan qaytishingiz kerak. Tushunmadim. Ketishimiz borasida. Fikringizdan qayting. Agar u yerdagi vaziyatni ko'rganingizda bunday demagan bo'lardingiz. Siz dindor odamsiz. Bunga ham ishonishingiz kerak. Meni qiyin vaziyatga tushirib qo'yding. Majburman. Odamlar mendan javob kutishyapti. Bunday bo'lishini istamasdim, ammo ular kutishyapti. Ular uchun yoki o'zim uchun so'ramayapman. O'g'lim uchun so'rayapman. Otis qilgan ishi uchun. Hech bo'lmasa bu haqida o'ylab ko'rishingiz kerak. Cho'rtga sara ekansan. Men otaman. O'g'limga pand bera olmayman. Ammo har kuni pand beryapman. Bugun tongda uni aldadim. Bu katta yolg'on bo'lmasa-da, shuni o'zi yetarli. Mening otam esa yolg'on bilan emas, musht bilan tinchlantirardi. U berahim, qo'pol piyonist edi. Hech kimni yoqtirmasdi. 15 yoshimda qochib ketganman va bu yerga uzoq yillar davomida qaytmaganman. U o'layotganda yonida bo'lmadim, unga tasalli bermadim. Hozirgacha afsuslanmayman. Ba'zi otalar
mehrga noloyiq bo'lishadi, unutma. Sening bunday muammoing yo'q. Lekin iltimosimni o'ylab ko'rasizmi? Bu masalada ba'zi muammolar bor. Ular haqida senga ayta olmayman. Agar ba'zi qoidalarga amal qilsangiz, va'da bermayman, ammo o'ylab ko'raman. Senga so'z beraman. So'z beraman. Men ham so'z beraman. Salom. Yonida o'tirib turaman. U yana uyg'ondi. Seni so'radi. Men Kerak emas. nima deb o'ylaysan? Aytarli gap yo'q. Yaxshi borib keldingmi? Ha, yaxshi. Hammasi joyida. Topdingmi? U toza uyga qaytsin dedim. Adashib qoldimi deb o'ylabman. Gulmi? Chiroqga turguli. Afsonaga ko'ra, amerikaliklar hindularni yerlardan haydab chiqarishganida iz qolgan ekan. U ochiq ko'z yosh to'kkan onalar izi ekan. Chunki bolalari sovuqdan, kasallikdan, ochlikdan o'layotgan edi. Ko'pi yo'qolib ketibdi. Shunda keksalar iltijo qilishni boshlashibdi. Onalarga belgi ko'rsatishni so'rashibdi. Ularga kuch, umid berishini tilashibdi. Tongda onalar ko'z yoshi to'kilgan joydan gullar unib chiqibdi. Akam uchun ham gullar ochilishiga ishonadigan ahmoq emasman albatta. Ammo bu gul qizing uchun ochilganiga ishonaman. Unga bu yer yoqadi. Dada, Salom, Karl. Tongda Safiya haqida aytgandim. bilaman. Oyim aytdi.
Men esa tayyorlandim. Yolg'on gapirmoqchi emasdim, xavotir olma degandim. Bu ahmoqona bahona, ammo boshqa narsa deya olmayman. Hech qisi yo'q. Uni topamizmi? Ha, topamiz. Xo'p. Yo'q, bilmayman. Lekin bunga ishonaman. Juda charchabsiz. Ha, charchadim. Biz bir-birimizga o'xshaymiz. Endi ikkimiz yaradormiz. Qiziq-a? Ha, rahmat. Lekin oying ko'zimiz o'xshashligini eshitishni istasa kerak. Bu oramizda qola qolsin. Sen ham ko'p a'zosi bo'lgan ekansan. Shlyapa kiyib yurishing kerak. O'zingizga kerak bo'lmaydimi? Uni ba'zan kiyishga berib turarsan. Albatta. Endi uxlay qol. Xo'p. Sizni yaxshi ko'raman. Men ham seni yaxshi ko'raman. Ularni olib qo'ydingmi? Yonida biroz o'tira qol. Men kutib turaman.
Ushbu serial Max Film TV buyurtmasiga binoan Shavik Sound studiyasida o'zbek tiliga o'girildi. Tarjimon Zilola Rahimova. Filmga aktyorlar Behzod Muhammadkarimov, Muhammadjon Xo'jayev, Nargiza Mirzayeva, Elbek Mirzohidov, Abdulhay Otaxo'jayev ovoz berishdi. Dublyaj rejissyori Shavkat Abdujamilov, rejissyor assistenti Qobil Sobirov, ovoz rejissyori Quvondiq Abdullayev, muharrir Ismoil Mahmudov, loyiha hamkori Tarona Movie Telegram kanali, loyiha rahbari Sarvar Alijonov.